Urush keskinlashdi. AQSh Eronga yangi zarbalar berdi. Putin ogohlantirdi. Rossiyani tark etganlar mulkidan ayrilishi mumkin. Eron AQSh bazalariga hujum qildi. Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda. Urush keskinlashdi. AQSh Eronga yangi zarbalar berdi. AQSh markaziy qo'mondonligi prezident Donald Tramp ko'rsatmasiga binoan Erondagi bir nechta nishonlarga qarshi o'zini himoya qilish maqsadida qo'shimcha zarbalar berila boshlanganini ma'lum qildi. Harbiylar bayonotida ushbu hujumlar Eronning asossiz va davom etayotgan tajovvuziga javob ekanligini ta'kidlagan. AQSh markaziy qo'mondonligi prezident Donald Tramp ko'rsatmasiga binoan Erondagi bir nechta nishonlarga qarshi o'zini himoya qilish maqsadida qo'shimcha zarbalar berila boshlanganini ma'lum qildi. Harbiylar bayonotida ushbu hujumlar Eronning asossiz va davom etayotgan tajovvuziga javob ekanligini ta'kidlagan. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth markaziy qo'mondonlik shu kecha faol harakat olib borishini bildirgan. Prezident Tramp Eronga kuchli zarba berishimizni aytdi va biz buni amalga oshiramiz degan Hegseth. Uning ta'kidlashicha, Eron hali ham muzokaralar yo'lini tanlashi yoki mojaroning yanada keskinlashishiga sabab bo'lishi mumkin. 10-iyun kuni Mehr agentligi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakatning Jam shahri ustida AQShning MK9 Reaper uchuvchisiz qurilmasini urib tushirganini xabar qilgan. Shu kuni kechqurun Tramp muzokaralarda sezilarli siljich bo'lmayotgani va AQShning Apache jangovar vertolyoti yo'q qilingani ortidan Eronga qarshi bombardimonlarni qayta boshlash niyatida ekanligini bildirdi. Vertolyot 8-iyun kuni Ummon sohillari yaqinida halokatga uchragan. Uning 2 uchuvchisi qutqarib qolingan. Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian mamlakat qat'iy turishini ma'lum qilib, AQSh tahdidlarini qoralagan. Axios nashri manbalariga ko'ra, Tramp milliy xavfsizlik bo'yicha amaldorlar bilan yig'ilish o'tkazgan. Muhokama qilinayotgan variantlardan biri Eronga qarshi ko'lamli katta ammo qisqa muddatli harbiy operatsiya boshlashdir. Uning asosiy maqsadi Tehronning muzokaralardagi pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qilishdan iborat. Putin ogohlantirdi. Rossiyani tark etganlar mulkidan ayrilishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdan chiqib ketgan fuqarolarga, ya'ni foydalanishni cheklash imkonini beruvchi yangi qonun imzoladi. Bu haqdagi qonun hukumat portalida e'lon qilindi. Qonunga ko'ra, agar Rossiyadan tashqarida yashayotgan yoki ketib qolgan fuqaroga davlat manfaatlariga qarshi ma'muriy huquqbuzarlik ayblovi qo'yilsa, uning mol-mulki sud qaroridan oldin ham vaqtincha muzlatilib qo'yilishi mumkin. Bu chora keyinchalik qo'yilishi mumkin bo'lgan jarimani undirishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Sud bunday qaror bo'yicha arizani tezkor tartibda ro'yxatga olinadigan keyingi kunning o'zidayoq ko'rib chiqadi. Eng muhim jihati mulk egasini oldindan chaqirish yoki ogohlantirish majburiy emas. Qonun 2026-yil 1-sentyabrdan kuchga kiradi. U asosan Rossiya ma'muriy kodeksining 10 dan ortiq moddalariga tegishli. Ular orasida xorijiy agent qoidalarini buzish, ekstremistik materiallarni tarqatish, soxta xabarlar tarqatish, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etish, armiyani obro'sizlantirish kabi ayblovlar ham bor. Qisqasi, yangi qonun Rossiyani tark etgan shaxslarning mol-mulkini sud qaroridan oldin ham vaqtincha bloklash va keyinchalik jarima yoki jazo uchun ishlatishga imkoniyat beradi. Eron AQSh bazalariga hujum qildi. Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda. Eron, Kuvayt, Iordaniya va Bahraynda joylashgan AQSh harbiy bazalariga raketa zarbalarini berdi. Zarbalar aks etgan videolar OAVda tarqalgan. Shu bilan bir vaqtda Livanning Hizbulloh harakati ham Isroil hududiga hujum boshlaganini xabar qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Washington javob tariqasida Erondagi nishonlarga 29 ta Tomahawk qanotli raketasini uchirgan. Isroil hozircha to'g'ridan-to'g'ri zarbalarda ishtirok etmayotganini bildirgan, biroq Bayrutda kuchli javob zarbasini berishga tayyorligini ma'lum qilgan. Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashib bormoqda. Bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishdagi to'qnashuvlar Eron va uning ittifoqchilari ishtirokidagi keng ko'lamli qarama-qarshilik xavfini oshirmoqda. Mazkur vaziyat AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati uchun jiddiy sinov bo'lib, mintaqada xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat mojaroning yanada kengayib ketishidan xavotir bildirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.